Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana bitta kanalimiz pul ishlash tizimiga ulandi. Mana ko'rib turibsizlar, Xorazm haqiqati. Xo'p, bu qiziq bir voqea bo'ldi bu kanalda, rostini aytganda. Boshida men monetizatsiyaga ariza tashladim. Qabul qilmadi qizig'i. O'zim sizga SMS'larda ham ko'rsataman. Keyin men supportga yozdim. Bo'lmaydigan ish edi. O'zi hech qaysi kanal hali bo'lmagan. Akam o'ziga ham yozdim, aka kanalingiz to'g'ri kelmadi siyosatiga YouTube'da. AdSense sotib olishingiz kerak deb yozib yubordim. Keyin har ehtimolga qarshi YouTube supportga yozib qo'ydim. Keyin kecha yozib qoldilar qizig'i. Mana shunaqa narsa chiqdi, endi nima qilish kerak deb yozdilar. Keyin bo'lmaydigan narsa edi, realni gap. Bo'lmaydigan narsa edi. Chunki YouTube siyosatiga to'g'ri kelmaydi desa, bo'lmaydi-da. Mana bunaqa narsa chiqdi mana. Ko'rib tursanglar, mana bizning siyosatimizga to'g'ri kelmaydi deb keldi mana AdSense. Keyin men supportga yozdim. Keyin o'zi hal bo'lib qopti kanal mana qaylar. O'zimda AdSense'imni sovg'a qildim bakaga. Nomer olib keldilar, kompaniyadan o'tmadi, beeline raqam olib keldilar, u qildilar, bu qildilar. O'zimda AdSense'im bor, sham berib yubordim akaga mana. Bo'lmagandi mana. Qo'z qarasam hal bo'lib qopti. Hayron bo'lib turibman o'zim, qanday qilib bunday bo'lishi mumkin deb. Endi supportga yozib qo'ydim, lekin mana kanallar pul ishlashga ulandi. Endi xudo xolasa pul ishlayveradilar bemalol. Yana pin kod hammasini o'zimiz xudo xolasa hal qilib beramiz. Xo'p, supportni ko'raychi javobini men prosta tak supportga yozib qo'ydim. Qani nima javob bo'lar ekan deb. Hal bo'lib qopti, monetizatsiya olib qopti kanallar. Вообще hayron bo'lib turibman o'zim ham, to'g'risi gap. Chunki ko'pincha bo'lmasdi-da. Xo'p, supportga yozdim. Qani supportdagi SMSimiz bizda. Xo'p. Mana kanalingiz pul ishlashga ulandi deb kelyapti. Lekin men supportga yozgan SMSim cho'ta tushunmadim, qayerga ketib qoldi bu. Mana e'tibor bersanglar, mana xatolik bergan edi. Keyin o'z-o'zidan hal bo'lib qopti qizg'i. Xo'p, do'stlar, xullas yordam kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar yoki konkret masalan maqsad yozsanglar, bizda hamma xizmatlar lekin pullik. Agar masalan yo'q men pul to'lay olmayman desa, YouTube'ga hamma videomiz bor lekin masalan yashirmaymiz. YouTube'dagi hamma videolarimizni ko'rib, monetizatsiyaga aristatsiylar ham bo'ladi o'zingizlar, boshqa xizmatlarimizda hamma xizmatlarimiz bor, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, endi yana nima demoqchi edim. Lekin agar o'zimizga aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, 99lik 791 nomerim 99lik 791 32 SMS do'stlar, diqqat qilinglar, faqat SMS. Masalan, kanalim bor, pul ishlashga ariza tashlash kerak. Masalan, pul ishlashga ariza tashlash 200 ming bizda, ya'ni aytamiz, bunaqa shartlar bor, bo'lmay qolsa bunday bo'ladi, bunday bo'lsa bunday bo'ladi. Endi qo'ldan kelgancha yordam qilamiz lekin. Oddiy SMS olsa yoki bo'lmasa, mana shu videoning tagida, eng tagida kommentariya bor, bilasizlar. Kommentariyada Telegramda pin qilib qo'yganman. Telegramdan aloqa qilsangiz gaplashaveramiz do'stlar, shunaqa. Hayron bo'lib turibman o'zim mana kanalga bor. Qaniydir g'alati. Bo'lmaydi deb YouTube hayron qoldim lekin. YouTube bilan support bilan suhbatimiz bor edi, hozir endi uni hozir ko'rsatsam bo'larmikan sizlarga, sotib turinglarchi. Chunki maytdan o login parollar bor-da, login parollar ko'rinyaptimi, yo'qmi? Hozir 1 sekund. Xo'p, yo'q, bo'lmar ekan do'stlar, login parolni ko'rdim qopti, shuning uchun mana qilolmar ekanman, xafa bo'lmaysizlar. Telegramda yozishmalar ko'rsatmas ekanman. Xo'p, umumiy holatda shu do'stlar. Yordam kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Mayli, salomat bo'linglar. Men login parolim bo'lsa, problem emas, aka login parollar ekan, shunga narga oshman ko'rsataman, xafa bo'lmanglar.